Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayıyoruz. Leksiyada size diyoruz, Washington'dan sözlüyoruz. Bugünkü dağış 2026 yıl 6. ayının 12. günü haftaga cuma vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin Eysak Amerika Koşmuş Ştatları'da Devlet Meclisi iki partiye Cumhuriyetçiler Partisi ve Demokratlar Partisi mensupları Devlet Meclisi'nin azaları, ya konkret etkanda Avam Palata azaları ve Kenaş Palata azaları bugün 2027 yıllık maliye yılında devlet müdafiyesine hukuk veriş kanun layihesi makulladı. Bu Avam Palatası'nın makullaşından öttü ve Kenaş Palatası'nın makullaşından öttü. Silah tüvende bu kanun layihesi nemi değildi, kandak mezmunla oturup koyuldu. Onu anlayışlar vatandaşlarım. Evvel şunun başlaydı. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Kenaş Palatası Devlet Müdafiyesine hukuk veriş kanun layihesini ilgili sürüp Cumhuriyet tecavüzçi ok merkezi devletlerinin birisi dep atap birilgen hukuk boyunca Tayvan uruş devri iskilatı kuruşunu ilgili sürdü. Yani bir koyu vatandaş. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Kenaş Palatası Devlet Müdafiyesine hukuk veriş kanun layihesine ilgili sürüp Cumhuriyet tecavüzçi ok merkezi devletlerinin birisi dep atap birilgen hukuk boyunca Tayvan uruş devri iskilatı kuruşunu ilgili sürdü. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Kenaş Palatası Harbi İşler Komiteti intayim mühim bir parça devlet müdafiyesine hukuk veriş kanun layihesini ilgili sürdü. Amerika vazı 6. ayının 12. günü. Bu kanun layihesi Cumhuriyet Amerika'nın devlet menfaatine ihvagarçılık kılgıcı, tecavüzçi ok merkezi devletinin birisidir. Yani ok merkezi devletinin özüdür diyorsun ha. Geliyor bu cümle hem de vatandaş. Bu kanun layihesi Cumhuriyet Amerika'nın devlet menfaatine ihvagarçılık kılgıcı, tecavüzçi ok merkezidir deyip kırgızıldı. Bu kanun layihesinin nişanı birinci sepyanı aldığın seprantını umumi mükemmel koklaşmanın tayyarlık seviyesi yaki dercisine yukarı götürüş hem de Tayvan ve başka burayındaki şiriklerin kural yarak sodasını küçüktürüş ehvalını tekşürüş belgelendi, kanunda nişan kılındı. Bu kanun layihesinin Avam Palata nüshası növbette Avam Palata Komitesi'nin tasdikleşinden öttü. Küçük bir mavzu. Bu kanun layihesi Cumhuriyet Amerika'nın devlet menfaatine ihvagarçılık payda kılgıcı ok merkezi devletlerine biri dep kırgızıldı. Cumhuriyet, Rusya, İran, Çavşen başçılığındaki tecavüzçüler lagırıga duç gelgende Amerika Koşmuş Ştatları növbette del İkinci Dünya vuruşunun keyinki
en xatarlik tehdit içinde durmakta dep görüştürüldü. Kanun layihesi kıskartılgan haberde. Kengaş Palatası Harbiy İşler Komitesi'nin reisi Senatör Roger Wicker haftanın 4. günü 6. ayın 11. günü yazma bayanat ilan kılıp mundaq görsetdi. Amerika növbetde duş kelgen tehdit mislisiz, murakkab ve tehirsizdir. Tekrarlayman. Amerika növbetde duş kelgen tehdit mislisiz, murakkab ve tehirsizdir. Bir tecavüzçi del hazır. Bütün yer şarı miqyasıda Amerika'nın devlet menfaatine ig'vogarchilik qilmoqda. Belki urushning xarakteri tezlik bilan o'zgarishi mumkin, deb ko'rsatdi senator Roger Wicker. Bu yerki urush ihtimal İran urushi. Ko'z tutilishi kerak ekan. Senator Roger Wicker mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasining bu tehditlerini çekleş tayyorligini nazarga alsak, raqibni yengib tushadigan iqtidorga ega bo'lishi kerak. 2027-yil moliya yilida davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi Amerika harbiy kuchini qurib chiqishning bir turlik büsüş eg'iziga vakillik qiladi. Gayet zor mablag' silish orqali qurilma ramka ve sertifikash funksiyasi jihatlarda yuraklik islohot elib berish jihatda bu qonun loyiha Amerika armiyasining zamonaviylashish qurilishini tezlatib, Amerika armiyasining zamonaviylashishini ilgarilatadi. Kiler nöbetlik urushning vaziyetini yarsıdı deb ko'rsatdi senator Roger Wicker. Demokratlar Partisi mensubi senator Jack Reed bayanotida mundaq ko'rsatdi. Bu qonun ishki partiyaning qo'llashiga erishdi. Endilikda dal mushuni sizlarga tayyorlab turgan vaqtda to'g'ri kelgan ciddi bir kısa haber. Kimden? Elke. Şavlı maliyesinden anlap koyan vatandaş. Junhua Mingo diyen isim elip taşlandı. Gomindan'a uçuk agahlandırış verildi. Tayvan dikkat. Tez körünla. Japonya Veziri Sani Tekeiçi bu kaçam oyunla çoğunu oynaydı. Yani bırakılan vatandaş tez körünla Japonya Veziri Sani Tekeiçi bu kaçam oyunla çoğunu oynaydı. Asıl mavzu Tayvan dikkat. Derciden taşkırı ifade bildiriş. Her qandaq şekilde Tayvan'la Congo'ga birlikte keltirishni qabul qilg'ili bo'lmaydi. 4. ayning 10. günümüz 180 gradus o'zgardi degan bidoq. Endi vaziyat yana 180 gradus bir oylab qayta o'zining o'qiga kelishga tegishlik markaziga qaytib keldi. Bugungi yuqorqi davlat majlisining ma'qullagan qarori qonun loyihasi hozirgi qisqa xabarda endi nima deyildi? Hozir Tayvanni har qanday shaklda Congo'ga birlikka keltirishni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Congo'ning yuziga bir kaçat tegdi. Xi Jinpingning ro'yi yemirildi. Şavlı maliyesi 6. ayının 12. günü yuttu. Endi ma haberlerimiz anlayış vatandaş. Xi Jinping ciddileşti.
Amerika'dan grajdanını qo'lga oldi. Bir nafar amerikalik bir maqol yozganligi uchun Amerikada vaqtida maqol yozib, Jungo'ga Berma to'g'risida yozgan maqol ekan, bu da Jungo'ga sayohat berib, Kunminga yetib kelganda Amerikaning Xitoy hukumati buni qo'lga oldi vatandosh. Amerika Jungo munosabati niqobini yirtib tashildi. Yuqori ko'rdik, hozir Amerika Jungo munosabati degan. Mush yerdagi bir niqob deganning o'zi hozir yirtildi. Tuyuqsiz yetib kelgan xabar. Taglik oshkorlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Tayvanga harbiy qurol-yarog' setib berish planini tasdiqladi. Qanday vaziyat o'tganda tasdiqladi. Bu kim o? Yalelaka Shavlin maliyasi 6-ayning 12-kuni yotib. Ekranda taklamakan çöl jaziralagi o'rmon qo'llanishni, ya'ni o'rmon tikishni Jungo tuyuqsiz to'xtatdi. Bu qaltis xabar juma. İlim-fan sohasi to'g'ri qilmayotganligini bayqab qoldi. O'rmon bino qilish, o'rmon quyish, ko'chat tikish deganlarning hammasini xalqaro ilm-bilim sohasi Jungo kompartiyasining to'g'ri qilmayotganligini bilib qoldi, bayqab qoldi. Real xotirlar to'rbiti 6-ayning 12-kuni 4 soat ilgari yangi xabar vatandosh YouTube. Jingliben, Jungo Kuomintangning raisi Jingliben Aqsaroyni ranjitib qo'ydi. Lekin Aqsaroy adibini berdi. Amerika mundaq bir ahvoldan bezor. Mavzuli xabar 6-ayning 12-kuni Vanvi torbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Kuomintangning raisi Jingliben Amerika ziyoratini ko'p tarafdan diqqatini tortdi, lekin yaqinda oshkora bo'lishicha Aqsaroy bexatarlik komiteti, davlat bexatarlik komiteti bilan ko'rishish amaldan qoldirildi. Siyosiy iqtisod obzorchisi Wu Jialong, hal qilg'ich paytlarning obzorchisi Wu Jialong Reis Jinglibenga ochiq xat yozib, mundaq ko'rsatdi. Amerikaliklar Amerikalikni aldamoqchi bo'lsa yoki Amerikalikning aqlini haqorat qilmoqchi bo'lsa, Amerikaliklar shu kishini o'ch ko'radi. Bu Jialong da'vatida Amerikaliklar shu kishini o'ch ko'radi. Reis Jingliben Amerikada Beijingning go'moshchisi deb muqimlashtirildi. Kuomintangning raisi Jingliben Amerika siyosatida, Amerika ziyoratida kechiringlar. Amerika ziyoratida Beijingning go'moshchisi deb muqimlashtirildi. Jingliben Amerikaga kelib, nutq so'zlaydigan bo'lsa, behuda va manfaatsizdir. Kuomintangning Amerikani ziyorat qilish umidining a'zolari mundaq ko'rsatdi. Reis Jingliben bu ziyoratida aslida Amerika Sharq vaqti 6-ayning 10-kuni tushdan keyin Aqsaroyda davlat bexatarlik komitetining a'zolari bilan ko'rishdi. Lekin bu ko'rishish amaldan qoldirildi. Washingtonda matbuotlar mundaq xabar qilishdi. Reis Jinglibenning ziyorat jarayonida ko'z iboralari, masalan, Tayvanga harbiy qurol-yarog' setib berish, Tayvan Amerika munosabati hamda birinchi saf bexatarligi bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish, Jinglibenning so'g'oq munosabatlar tafakkuri deganligi va hokazo. Hozir oldingi safni yozgandik-ku. Birinchi saf dedik, oldin front dedik, hozir bu front degan Tayvanga qartilgan front, Tayvan qartilgan oldingi saf. Buni bugun davlat majlisining yuqorqi qonun loyihasida oldingi saf yoki oldingi frontni kuchaytirish qayta yig'izg'apti.
Bunu bu qatam Tayvan'ga ziyorat qilgan Gomindanning raisi Jin Libin so'q munosabatda urushi tafakkur edi. Buni endi o'zining maqsadini yorg'ulatish desangizmi bo'ladi. Yana bir nuqtada nima deydi siyosiy, savodsiz odam desangizmi bo'lsa, Amerikada ziyorat qilib o'tib, Amerika ta'kidlayotgan narsaga qarshi fikr qilish va bu seni savodsizligingga Tayvanlik. Reis Chak Jin Libin xonim. Tuyuqsiz yetib kelgan xabar vatandosh. Haftaning 5-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump İran'daki ba'zi matbuotlarning gapiga raddiya berdi. May bahosi tushib ketdi. Bu ikkinchi mavzu. Yevropa ittifoqi Amerika paychak bozorida baho o'rlidi. Bozor ovatlaştı. Mavzulu xabar 6-ayning 13-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 6-ayning 13-kuni Iran aloqador matbuotlarida oshkorlagan Amerika-Iran tinchlik kelishimi loyiha mazmunlarini inkor qilib va rad qilib İran tarafından yolg'on xabar tarqatganligini qattiq tanqid qildi. Prezident Donald Trump. Prezident Donald Trump bunday ko'rsatdi. İran tasvirlagan kelishim mazmunlarining ikki taraf amaliy hosil qilgan yozma mazmunlar bilan hech qanday aloqasi yo'q. Hamda İranning suhbat jarayonidagi samimiy bo'lmagan suhbat jarayonida samimiy bo'lmaganligini bu qattiq tanqid qildi. Biz bugungi leksiyamizda Amerika Qo'shma Shtatlarida ikki partiya, Demokratlar partiyasi, Cumhuriyetçiler partiyasining ma'qulligidan o'tgan Kengash palatasi bugun tasdiqlagan tunugullatin Avam palatasi tasdiqlagan yuqorqi mavzudagi xabar, ya'ni qonun loyiha. Amerika Kengash palatasi davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasini ilgari surib, Jungo'li tajovuzchi o'q markaz davlatlarining birisi deb atab berilgan huquq bo'yicha Tayvan urush davri iskalati qurishni ilgari surdi. Namli qonun loyihaning o'ttirib qo'yilishini qo'llaymiz davlat majlisi. Biz Uyg'urlar qo'llaymiz. Amerikaning bu siyosatini, davlat majlisining bu qonun loyihasini qo'llaymiz. Bugun ochiq oshkor o'ttirib qo'yildi. Raqobatchi deb keldi. Masalan, tunigun Amerika ovozi qo'ygan mavzuda Jungo chet ellik raqobatchi, ya'ni Amerikaning manfaatiga ziyon soladigan, ig'vogarchilik qiladigan chet ellik raqobatchi deyilgan. Tunigun Amerika ovozi berilgan mavzuda. Bugun yana shu Amerika ovozi berilgan mavzuda Jungo tajovuzchi o'q markazi davlatlarining a'zosidir yoki biridir. Jungo yer shari bo'yicha navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining manfaatiga, davlat manfaatiga ig'vogarchilik qilyapti. Tamam. Vatandaş, endi Amerika Jungo munosabatining murakkabligi, ziriklishi va bundan keyingi taqdiri taraqqiyoti, qismat taraqqiyoti, taqdiri taraqqiyoti Moşanaga siz biz diqqat qilamiz, chunki bugun Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi aytdiki, Ikkinchi Dünya urushidan keyingi vahima va tahdid ichida Amerika Qo'shma Shtatlari tahdid ichida Rossiya, Jungo, Çavuşan İran'dan ibaret davlatning tahdid ichida. Bundaq vaqtida sezgirlik bilan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati qo'llab Prezident Donald Trumpning jangovar siyosatlarini qo'llab vatandoshlarga Amerika Davlat Majlisining yuqorqi qonun loyihasini himoya qilib, bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining
Cungo'ya qaratqan siyasını teximi küçeytişini ve teximi ciddileştirişini kollayımız hem ümit kılımız biz Uygurlar.